Shaxsiy brend kimlar uchun? Shaxsiy brendni boshlagan vaqtimizda aynan qaysi etaplarga e'tibor berishimiz kerak? Agarda e'tibor bergan bo'lsangiz, 2025-yilda shaxsiy brendni rivojlantirishga bo'lgan e'tibor tobora kuchaydi. 2026-yilda boshlanishiga 1 oy vaqt qoldi. Agarda siz hali ham shaxsiy brendingizni rivojlantirmagan bo'lsangiz, 2026-yilda o'z shaxsiy brendingiz bo'lmasa, juda ko'plab narsalarda yutqazish ehtimolingiz bor. Shaxsiy brend kimlar uchun degan savolga javob beradigan bo'lsak, agar siz mutaxassis, ekspert va o'z sohangizni yanada rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, onlayn bozorga o'z mahsulotlaringizni olib chiqmoqchi bo'lsangiz, aynan shaxsiy brend siz uchun. Shaxsiy brendning asosiy vazifalaridan biri bu siz yo'q bo'lgan joyda ham aynan siz haqingizda insonlar iliq fikr bildirishlari. Shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha hozir sizlar bilan birgalikda 5 ta qoida bo'yicha gaplashamiz. Agarda siz aynan ushbu qoidalardan foydalanib, Instagram yoki bo'lmasa boshqa ijtimoiy tarmoqlarda o'z brendingizni rivojlantiradigan bo'lsangiz, 3 oyda ichida 10 mingtadan 20 mingtagacha bo'lgan auditoriyani olib kira olasiz. Xo'p, boshladik. Birinchi qoida: Instagramda kontent yaratishning asl mohiyati nimadan iborat bo'lishi kerak? Juda ko'pchilik mutaxassislar kontent yaratayotgan vaqtlarida murakkablashtirib olishadi. Aynan shuni oqibatida o'rtada uzilish bo'lib qolishi mumkin yoki bo'lmasam g'oyalari tugab qolishi mumkin. Lekin bundoq olib qaraganimizda g'oya hech qachon bizlarda tugamaydi. Biz shunchaki o'zimizni qilayotgan ishimizni murakkablashtirib olamiz. Buning natijasida esa odamlarga men yanada kuchliroq narsa berishim kerak. Odamlar meni ko'rayotgan vaqtida meni sohamdagi murakkab bilimlarni olish kerak. Odamlar meni kuzatayotgan paytlarida o'ziga kerak narsani olmasa chiqib ketadi degan xayol bilan biz o'z shaxsiy brendimizni rivojlantirmoqchi bo'lamiz va kontent qilishni boshlaymiz. Bu narsa esa o'zimizni yanada qiyinlashtirishimizga olib keladi. Kontent yaratayotgan vaqtimizda 3 ta qoida bor. Agarda siz ushbu 3 qoidaga asosan yaratadigan bo'lsangiz, shaxsiy brendingizni ham tez rivojlantirasiz, ham oson kontent qila olasiz. Birinchi qoidasi auditoriyani og'rig'ini topish. Aynan siz uchadigan kontent qilishingiz uchun eng muhim omil bu auditoriyani og'rig'ini topish. Sizga kelgan auditoriya aynan sizni nima uchun kuzatayotgani va undagi og'riq nimada ekanligi, siz o'sha og'riqni bera olyapsizmi? Sizning qanday xislatlaringiz borki, aynan ushbu auditoriya sizga kirib kelayotganini aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Bu narsa sizga kontentlaringizni yanada tez va oson ketishiga, prosmotrlaringiz soni ham ko'proq bo'lishiga olib kela oladi. Ikkinchi qoida: odamlarga siz o'zi nima bermoqchisiz. Shuni g'oyasini ham aniq bilish shart. Kontentda beriladigan asosiy qism ham aynan shunga bog'liq. Siz odamlarga nima bermoqchisiz? Mahsulotingizni sotmoqchimisiz? Ularga sog'lig'ini tuzatishda yordam bermoqchimisiz? Yoki bo'lmasam bugungi bilimlarini yanada kuchaytirish uchun xizmat qilmoqchimisiz? Yoki bo'lmasam uzog'ini yaqin qilishda yoki uyiga kerakli bo'lgan mahsulotlarni sizdan ola oladimi? Ya'ni siz odamlarga nima bermoqchisiz? Odamlarga berayotgan mahsulotingizni hech qachon to'g'ridan to'g'ri berishga urinmang. Sababi sizni kuzatayotgan insonlar faqat menga sotyapti, mahsulotini o'tkazyapti, tiqishtiryapti degan narsa miyasida paydo bo'lib qolmasligi kerak. Har doim o'sha birinchi aytilgan qoidasi asosan og'rig'ini o'rgangan holatda mahsulotni taklif qilish kerak. Ana o'shanda kimga kerak bo'lsa, qaysi vaqtda kerak bo'lsa, o'sha auditoriyadagi insonlar sizni o'zingizga aloqaga chiqishadi. Uchinchi qoida: profil yuritishingizdan asosiy maqsad nima? Juda ko'pchilik bo'ladi, Instagramda obunachimni ko'paytirmoqchiman yoki bo'lmasam mahsulotimni sotsam bo'ldi, boshqa maqsadim yo'q deydi. Aytaylik 3 oydan keyin siz o'zingizga 30 ming, 40 ming auditoriya olib kira oldingiz. Xo'p, 3 oydan keyin u 30 ming, 40 auditoriyani qayerga yo'naltirmoqchisiz? Ushbu auditoriya bilan qanaqa ishlar qilmoqchisiz? 1 yildan keyin ular sizdan nima olishadi? Yoki bo'lmasam hozir ularga nima taklif berdingiz, ertaga qanaqa taklif bermoqchisiz? Aynan o'sha narsani bilib olishingiz kerak. Shu maqsad bilan agar auditoriya bilan ishlaydigan bo'lsangiz, birinchidan o'zingiz yo'lingiz aniq bo'ladi, ikkinchidan doimiy og'riqlarni aniqlay olasiz, uchinchidan o'sha takliflaringizni oson va yengil tarzda bera olasiz. Bu birinchi qoida edi. Agarda shu birinchi qoidaga amal qiladigan bo'lsangiz, kontent yaratishda sizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Ikkinchi qoida: shaxsiy stilni yaratish. Shaxsiy stilimizni yaratishda asosiy bo'lgan 4 qoida bor. Agarda ushbu 4 qoidaga amal qiladigan bo'lsangiz, insonlar sizni kuzatgan vaqtda har doim siz ularni esida qolasiz. Sababi agarda hamma bilan bir xil kontent qiladigan bo'lsangiz yoki bo'lmasam raqobatchilaringizdan ko'rdingiz, ularni ko'chiradigan bo'lsangiz, sizni ko'rayotgan auditoriya siz uchun emas, aynan o'sha insonni sizda ko'rganligi uchun keladi. Ertaga eslagan vaqtlarida ham sizni eslamaydi, balkim sizni raqobatchingizni eslaydi. Sababi siz o'zingizni ko'rinishingiz emas, uni ko'rinishini siz o'zingizda ko'rsata oldingiz. Aynan mana shu uchun ham shaxsiy stil juda ham muhim.
Shaxsiy stilni yaratayotgan vaqtimizda 4 ta qadam bor. Agarda ushbu 4 ta qadamga amal qiladigan bo'lsak, shaxsiy stilimiz ham chiroyli, ham esda qolarli, ham kontent yaratayotgan vaqtimizda foydali bo'ladi. Birinchisi, maqsadni aniqlash. Qaysi sohada shaxsiy brendingizni qurmoqchisiz? Shaxsiy brendingizni qurayotgan vaqtingizda shaxsiy stilingiz ham aynan o'sha sohaga mos bo'lishi kerak. Misol uchun, quruvchi bo'lsangiz, quruvchilarga xos. Agarda doktor yo stomatolog bo'lsangiz, ustingizdagi forma ham aynan o'shanga mos bo'lishi kerak. Bo'lishi mumkin model, dizayner yoki bo'lmasam go'zallik salonlarida kosmetika bo'lishi mumkin yoki tadbirkorsiz. Tadbirkor klassikada. Yili sport formasi, bu albatta sport bilan shug'ullanayotgan boksyor, futbolist shunaqa insonlar bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam individual yondashuv, ya'ni shaxsiy brendingizni boshqalardan farqlanishi uchun qanday yondashuv kerakligini aniqlash. Sizdagi shaxsiy brend iloji boricha sizni sohangizda bo'lishi mumkin, raqobatchilaringiz bilan bir xil bo'lmasligi kerak. Sababi ulardan qaysidir tomonlama ajralib turganingiz yaxshiroq. Chunki unda ham sizda ham bir xil bo'lsa, birinchidan u bilan farqingiz bo'lmay qoladi. Ikkinchidan sizni ko'rayotgan auditoriya bundan ham shuni olyapman, undan ham shu narsani olyapman. Ikkalasi ham bir xil ko'rinishda, bir xil ma'lumotni beryapti degan narsa paydo bo'lib qoladi. O'shaning uchun har safar stilni yaratayotgan vaqtimizda boshqalardan farq qilishdi. Aynan bizni kuzatayotgan auditoriya raqobatchilardan bizni ustunlik ekanligimizni, hattoki tashqi ko'rinishimizni ham bilib olishlari kerak. 3-qadam auditoriyaga moslashish. Siz yaratgan shaxsiy stil auditoriyaga albatta mos kelishi kerak. Juda ham bachkana ham bo'lib ketmasligi kerak. Ertaga auditoriya ko'rgan vaqtda tashqi ko'rinishingizni ko'rib, o'zida boshqacha his ham uyg'onmasligi kerak. Ya'ni o'zidan italaydigan his bo'lmasligi kerak. Aynan o'sha sizning stilingiz auditoriyaga mos kelishini ham albatta nazorat qiling. 4-qadam esa doimiylik. Doimiylik deganda ko'pchilik shaxsiy stilni tez-tez almashtirmasam auditoriya mendan zerikib qoladi degan narsa miyada paydo bo'ladi. Aslida shaxsiy stil har 3 oyda, har 4 oyda almashadigan narsa emas. Shaxsiy stil sababi siz odamlarni esida qolishingiz uchun yordam beradigan omil. Aynan ushbu omilni siz har 2 oyda, har 3 oyda almashtiradigan bo'lsangiz, odamlar sizni tobora borgan sari 1 yildan keyin unutib yuborishi mumkin. Chunki ularning esida siz har safar xuddi bir xameleon singari bugun bu ko'rinishda edi, ertaga boshqa ko'rinishda chiqdi degan narsa paydo bo'lib qoladi. Shaxsiy stil qachonki o'zgartiriladi, qachonki o'sha narsaga ehtiyoj bo'lsa, qachonki siz yangilik qilmoqchi bo'lsangiz, o'shandagina o'zgartirsangiz bo'ladi. 3-qoida 2026-yilda kontent uchun maqsad. Agarda siz 2026-yilda shaxsiy brendingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz va o'zingizning sohangizda haqiqatdan 3 oy ichida 10 mingtadan 20 mingtagacha auditoriyani olib kirmoqchi bo'lsangiz, albatta o'z maqsadingizni oldingizga rejalashtirib qo'yib olishingiz kerak. Bugungi hozirgi holatingizni A tochkada bo'lsak, ertaga B tochkada qanday holatda bo'lmoqchisiz? Va siz bilan birgalikda o'sayotgan auditoriya qanday bo'lishi kerak? O'sha narsani maqsad qilib turib tuzib olganingiz yaxshiroq. O'zimizga maqsad qo'yayotgan vaqtimizda albatta muhim bo'lgan 3 ta savol bor. Agarda siz ham ushbu 3 savolni o'zingizga bersangiz, maqsadingizni aniqlash juda ham oson bo'ladi. Birinchi savol, bu joylashtirayotgan kontentlarim o'zimga va atrofdagilarimga foydalimi? Bugungi kunda siz kontent joyladingiz. Ertaga bu joylayotgan kontentlaringiz sizga qanchalik darajada manfaatli bo'ladi? Yoki bo'lmasam sizni ko'rayotgan inson qanchalik darajada sizni kontentlaringizdan foydali ma'lumot ola oladi? Aynan o'sha narsani aniqlash kerak. Ikkinchi savol, bu qo'yayotgan kontentlarimni yoqtiramanmi? Shu tomon yurish menga yoqadimi? Bu narsa nima uchun kerak? Ertaga 2 oy o'tdi, 3 oy o'tdi. O'zingizda qanaqadir zerikish paydo bo'ladigan bo'lsa, bu kerak emas. Sababi siz o'zingiz uchun emas, boshqalar uchun yoki bo'lmasam pul uchun aynan ushbu sohaga kirgan bo'lib qolasiz. Bu esa 5 oy, 6 oydan keyin uje qadrsizlanishga, sizni ko'rayotgan auditoriya bilan o'rtangizda qanaqadir yomonlashuv, uzoqlashuv bo'lishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. 3-savol, bu qo'yayotgan kontentlarimga qanchalik darajada talab bor? Bu menda o'xshaydigan ishmi? Asosan bu narsani aniqlayotgan vaqtimizda raqobatchilarimizni kuzatsak bo'ladi. Raqobatchilar deganda o'rtacha minimum 8 ta raqobatchingizni kuzatib, bu sohangizda qanchalik darajada talab borligi, sizni qo'yayotgan kontentlaringiz qanchalik darajada uchishi va sizni sotayotgan mahsulotingiz ijtimoiy tarmoqlarda qanchalik darajada taniqli bo'lishini bilib olsangiz bo'ladi. Albatta, shaxsiy brendni rivojlantirayotgan vaqtda, brendimizni rivojlantirayotgan vaqtda raqobatchilar analizi, bozor analizi juda ham muhim rol o'ynaydi. 4-qoida esa bu juda ham zo'r qoida bo'lib, ya'ni taklif jarayoni. Taklif bu qachon beriladi? Qachonki biz mahsulotni sotayotgan vaqtimizda yoki xizmatimizni sotayotgan vaqtimizda bo'lishi mumkin.
Aytaylik, siz ekspert mutaxassissiz, bo'lishi mumkin ingliz tili o'qituvchisiz. Maqsadingiz o'z auditoriyangizga keyinchalik darslaringizni onlayn formatda taklif qilish va kengroq auditoriyaga sotish. Ushbu taklifni biz qachonki beramiz? Qachonki auditoriya bilan bizning o'rtamizda iliq munosabat uyg'ona boshlagan vaqtda. Bu qachonki bo'ladi? 1-oyda ham emas, 2-oyda ham bo'lmaydi, ya'ni 3-4-oydan boshlanadi. Sababi 1-oyda biz auditoriya bilan tanishuv oyi bo'ladi. Tanishuv oyi qanaqa desangiz, tanishuv oyi bu siz endi boshlaganingiz hisobiga auditoriya sizni o'rganishni boshlaydi. Siz esa auditoriyani o'rganish boshlaysiz. Bu narsa esa 2-oydan auditoriyaga sizdan nima kerakligi, auditoriyadan siz nima ola olishingiz haqida bilib olishingiz mumkin. 2-oydan boshlab esa siz auditoriyaga, ya'ni sizni ko'rib borayotgan auditoriyani yanada kengroq o'rganishingiz mumkin. Bu lead magnet orqali bo'ladi. Lead magnet orqali qanaqa bo'ladi deb so'raydigan bo'lsangiz, ya'ni ularga kichik takliflar berishni boshlaymiz. Bu bepul takliflar. Bo'lishi mumkin ingliz tili bo'yicha boshlang'ich o'rganish uchun PDF kitoblar, bepul yarim soatlik darslar yoki bo'lmasam qo'llanmalar. Aynan shu orqali sizni kuzatayotgan auditoriya qaysi etapdaligi va aynan qaysi etapga qarab ketayotganligini bilib olishingiz mumkin. 3-oy esa chuqurlashuv oyi. Chuqurlashuv oyida siz o'zingizni shu darajaga qanchalik yetib kelganingiz, qaysi qadamlardan o'tganingiz va bugungi kunda auditoriya, ya'ni sizni kuzatib borayotgan insonlarga nima bera olishingizni ko'rsatib berishingiz mumkin. Va shu orqali taklif berishni boshlaysiz. Agarda sen aylis olmoqchi bo'lsang, marhamat, kel. Yoki bo'lmasam ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, sizga o'z kurslarimni taklif qilaman. Aynan bu narsani 3-4-oyda qilganingiz yaxshiroq. Va nihoyat 5-qoida. Kimmiz va nima uchun bizni kuzatishlari kerak? Aynan ushbu qoidada bir nechta savollar bor. Agarda ushbu savollar orqali auditoriyani kengroq o'rganib olishingiz va o'zingiz berayotgan mahsulotingizni kengroq auditoriyaga olib chiqishni bilib olishingiz mumkin. Birinchi savol, noyob taklifimiz nimada? Bizni kuzatayotgan auditoriyaga kasbimizni o'rgatamizmi yoki yoshlarni rivojlantiramizmi yoki mahsulotimizni sotamizmi yoki sotayotgan mahsulotimizni boshqa raqobatchilarga nisbatan qandaydir afzallik tomonlarini ko'rsatib beramizmi? Ikkinchisi, kuchli tomonlarimiz. Xo'p, bizni kuzatayotgan auditoriya nima uchun ko'rishi kerak? Xarizmamiz kuchlimi? Moliyaviy holatimiz yaxshimi? Noldan ko'tarilganimizmi yoki bo'lmasam sohada katta tajribaga ega ekanligimizmi? Aynan nima uchun sizni kuzatish kerak? Qanaqangi kuchli tomoningiz bor raqobatchilaringizdan? Keyingisi, maqsadli auditoriyamiz kim? Yoshi, jinsi va albatta moliyaviy holati. Sizni kuzatayotgan auditoriya bo'lishi mumkin 18 dan 24 gacha, 24 dan 30 gacha, 30 dan 35 yoshgacha yoki bo'lmasam undan yuqori. Jinsi ayol yoki erkak yoki ikkala turdagi insonlar ham. Albatta moliyaviy holati endi ko'tarilib bo'lgan yoki uje investor darajasiga yetgan. Aynan qaysi auditoriya bizga kerakli auditoriya ekanligini aniqlashimiz kerak. Keyingisi, maqsadli auditoriyani qanday jalb qilish? Ya'ni bizni kuzatib borayotgan auditoriyani qanday holatda jalb qilamiz? Reelslar orqali, podkastlar orqali, influenserlar orqali yoki target bo'lishi mumkin lead magnetlar orqali. Aynan qaysi tomonlama bizni kuzatib borayotgan auditoriyani jalb qilamiz? Xo'p, sizga o'rgatmoqchi bo'lgan va ulashmoqchi bo'lgan bilimlarimiz aynan mana shular edi. Bu bilimlar 3 yillik tajribamizdan kelib chiqqan holatda, albatta, shu vaqtgacha ishlagan proyektlarimiz va aynan qilgan natijalarimizda to'plagan bilimlarimiz. Agarda siz bugungi kunda shaxsiy brendingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, sizga yana bir taklifim bor. Ushbu videoni pastida havola bor ro'yxatdan o'tish uchun. Ro'yxatdan o'tgan holatda shaxsiy brendingizni rivojlantirmoqchisiz, lekin qanday qilib rivojlantirish bilmayotgan bo'lsangiz, sizga o'zimni shaxsiy bepul konsultatsiyamni taklif qilaman. Ushbu konsultatsiya mutlaqo bepul, yarim soat vaqt ichida, ya'ni 30 daqiqa vaqt ichida siz bilan birgalikda shaxsiy brendingizni rivojlantirish uchun keyingi qadamlaringizni birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin. Agarda videoni shu vaqtgacha ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga shu vaqtgacha ishlagan proyektlarimizni qisqacha tanishtirib o'taman. Marhamat, ushbu inson Asadbek Ashurov. Birinchi bizni boshlagan proyektlarimizdan biri. Ushbu inson bilan kamida 2 yil birga ishladik. 2 yil ichida 10 dan oshiq potoklar, ya'ni o'z kurslarini sotishda yordam berdik, hamda Instagramida 20 mingdan oshiq auditoriya olib kirib bera oldik. Ushbu auditoriyaga 700 yoki 800 ga yaqin o'quvchilarni o'qita oldi. Har bitta o'qigan o'quvchilari standart tarifini hisoblaydigan bo'lsak, 6 milliondan 7 milliongacha to'lovni amalga oshirishgan. Navbatdagi proyektimiz InTime kompaniyasi. Ushbu kompaniya bilan ham 2 yil birgalikda ishlaganmiz. Bu kompaniya bilan ishlagan vaqtimizda juda katta proyektlarni amalga oshirganmiz. Katta forumlar, katta treninglar bo'lishi mumkin. Ibrohim Gulyamov, Umidjon Razikov, Alisher Isayev,
Saidmurod Davlatov aynan ushbu proyektlarni InTime kompaniyasi bilan birgalikda amalga oshirganmiz, hamda Maya Dilbar. Bu inson bilan yaqinda yana qaytadan shaxsiy brendini rivojlantirish boshladik. Bundan oldin esa sotuvni oshirishda, komandani kuchaytirishda birgalikda ishlaganmiz. Bunaqangi proyektlarimiz juda ham ko'p. 3 yil davomida juda ham ko'plab proyektlar bilan birgalikda ishladik. Stomatologlar, psixologlar, vebinarlar, podkastlar qilishda juda ham katta yordam berganmiz. Agarda siz ham shaxsiy brendingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, hamkorlikda ishlash taklif qilamiz yoki bo'lmasam bepul konsultatsiya olishni istasangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Sog' bo'ling, omon bo'ling.